Assalomu alaykum. Alhamdulillah taqdirimdan roziman, lekin er-xotin va oilaning munosabatlarini muhabbatli qilish uchun islomda qanday duo qilsak bo'ladi? O'zim namoz va alhamdulillah Qur'ondaman. Hozir Yusuf surasiga kelganman, ya'ni yana qaysi suralarni ko'proq o'qisam oilam tinch bo'ladi. Baqara surasi. Ozgina ko'nglim notinch edi deb. Baqara surasini demak bularda sal totuvsizlik bor ekan savollaridan. Tezlikda Baqara surasini ko'p o'qisinlar va xo'jayinlari ham Baqara surasini o'qisinlar va uyga hatto o'zlari xorijga ketib, ya'ni tashqariga chiqib uyda qoldirar ekanlar, Baqara surasini anaqaga takroriga qo'yib, kompyuterlarida uyda Baqara o'qilib tursin. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallam Baqara surasi nima dedilar? Axzuha baraka. Bu savol egasi uyga baraka so'rayaptilar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam so'zlari demak Baqarani olish, Baqarani o'qish, Baqarani eshitish baraka dedilar.